alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi xonadonimizni bitkazib, o'z egalariga topshirib oldik. Xohlasa ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizga eshiklarini Termo 70 tizimidan qo'yib berganmiz. Romlarini esa 7000 Engelberg premium plastik romlardan qo'yib berganmiz. Hop, eshiklarimiz razmeri 140 ga 250 bo'lgan. O'rtasida 8 mm shotlankalari bo'lgan. Zamok ruchkalari italyanskiy original zamok ruchkalaridan bo'lgan. Petlari esa Serbiyani 120 kggacha yuk ko'taradigan petlalar bo'lgan. Romlari esa 140 ga 2 metr bo'lgan. Ikki tarafi ochilish, bir tarafi двойной ochilish, bir tarafi простой ochilish bo'lgan. Stekla paket. Hop. Bu yerga esa 2,5 metrga 2 metr rom qo'yib berganmiz. O'ttasi panoramli katta oyna bo'lgan. Buni ham bir tarafi двойной, bir tarafi простой ochilish bo'lgan. Eshiklarimiz bir xil 140 ga 2,5 metr. Bu ham 1.8 li shotlankasi bor. Italyanskiy zamok ruchkalari bor. Xohlasa ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Hop, romlari bu romdan bo'lgan. Bu yerga ham o'ttasi panoramli oyna bo'lgan. Hop, bu yerga ikkita bir xil rom tushgan. Buni ham bir taraf двойной, bir taraf простой ochilish bo'lgan. Rangi Alux antrazit rangida bo'lgan. Padagonniklari bor. 45 lik padagonnik. Bu yerda bitta eshik, bitta rom qo'yib berilgan. 1.8 lik shotlankasi bor. Buni ham bu yerga bir tabaqali rom qo'yib berilgan. Bir tarafi двойной ochilish bo'ladi, bir tarafi gulxoy. Hop, romlarimiz kvadrat narxi $140 chiqqan. Eshiklarimiz esa $185 chiqqan. Xohlasa, yana kimda shunaqa xizmatlaringiz bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Shinani sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz.